Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Shovqinga e'tibor bermaysizlar. Tashqarida jala quyapti. Men esa ayvonda toza havoda nafas olib, o'yin o'ynab o'tiribman. Hop, yangi event kelgan. Eventni obzor qilamiz Vayro YouTube kanalida. Qani bo'lmasa eventni boshladik. Eventga kirishdan boshladik. Bergan nimadir bala bizga nimadirlarni uqtirmoqchi bo'ladi, ammo biz uqmaymiz. 3 ta mashina bor. Любойni tanlaymiz, abadiyga 1 ga beradi. Mana chiqib qarasanglar, o'sha bizga bergan. Mana shunday. Abadiyga berdi bizga. Hop, endi 100 ta yoqilg'i bor. Bir qo'l poyga o'ynaymiz. Ketdik. Avval avtomobilni o'rnatib olishimiz kerak. Endi o'tgan safargidek qarmoqni o'rnatganda boshlash uchun. Hop, yashil zonaga tushishni qilish kerak. Qarab, gazni bosib turasizlarda, yashil kelganda plyusni bosasizlar. Mana. Yashil kelyapti, plyus. Grafik tezligi oshdi. Yashil kelyapti, yana plyus. Böyle neta bosib oldim. 2 marta bosib oldim-da, o'shani uchun bo'ldi hozir. Hozir qaytadan qilaydi. Yana bir marta neta bosib oldim-da. Bitta keyin nima bo'lyapti? Bundan oldin ham bir video oldim, keyin o'chirib tashladim, chunki video olayotgan vaqtda mashina tutab ketyapti yoki yurmay qolyapti, shunaqa narsalar bo'lyapti. Hozir bunda ham shunday bo'lmasa deb turibman. Qanaqadir ba'zima nimadirlar bo'lyapti. Mana qaranglar. Вообще siltanib ketyapti. Biz g'alaba qozondingiz. Yutdingiz deyapti, yaxshi. Buni bu yoqda yangi narsa ochib berdi. Buni ham o'ynaymiz. Bir qo'l. Bunga avval mashina kiritish kerak ekan, kiritamiz. O'yinni boshladik. Yana har doimgidek gaz bosib turamiz. Va yashil kelganda plyus bosamiz. Va sizlarga taktik usul hozir zaps vaqt qotyapti. Nitroni bosib qo'yaverib turaversanglar tezlikka yutishlik ehtimoliylar oshadi. Hozir boshlagan o'yinlarda unsiz ham yutasizlar. Mana yutdik уже yana. Ishni kuchaytirishni bo'ladi. Kuchaytiryapti. Nitroni kuchaytiramiz 150 ga. Bo'ldi, ikkinchi o'yin bo'ldi. Endi yana poygaga qaytamiz. Va mana bu yerdan yana bitta poyga o'ynaveramiz. Gazni bosib turamiz. Mana xuddi mana shunday yana plyusga kelganda tezlikni ko'payib ketaveradi. Buni tushunib bo'ldik. Neto bosib oldik, уже orqa qolib ketishimiz mumkin. Shuning uchun qo'yaverib bosib. Böyle уже kech уже kech. Nima bo'lsa ham уже kech. Chunki men 2 marta adashib bosib oldim-da, yana bittasida yashil kelmagan bo'lsa ham. Hozir o'shaning uchun tutib qo'ydim. Chunki e'tiborliroq bo'lish kerak. Hozir yozuv chiqib qoldi-da, bilay o'sha chalg'ibdi. Hozir. Yana mana shu kelib oldi. Grafik. Nitro. Bizni yo'qotdingiz. Yana nimaga bunday deyapti bu? Menimcha shu dvigatelni kuchaytirish kerak. Undan oldin shuni mana bunda yana o'ynagan ma'qulmi deyman. Bo'ldi, shunda men zaybal ekanda. Grafik. Yomg'ir biznes kuyapti-da, bo'ri ovozim boryaptimi yo'qmi bilmadim. Ekran zapsi ham mikrofoniga qo'yib oldi. Opet qizim ovozlarga qo'yib, kartoshka hisob yana joylab, shunaqa narsalarni o'tirmadim deb, promoy o'tib. Yana narsalarni tushuntiryapti. Mana bu yerdan
Keyingi kerakli narsani testiga fotosiga bo'lar ekan, bu boosterdan ham o'sha narsa sotiladi. Bitta yo'ldagi keyslar bor. Keyin kunlik sovg'alar bor. O'sha kunlik sovg'alardan narsani sotib olasizlar. Hop, keyin mana yerda ochsa bo'ladigan keys bor. Bitta besplatni. Shuni ochib olsanglar, bir kunda bir martami, ikki martami bilmadim, mashina beradimi desam 150 berdi. Garajga qo'yamiz, yaxshilashni bosamiz. 150 ga kuchaytiramiz. Keyin buni ham 150 ga kuchaytiramiz. Hop, endi poygalarga o'tamizda. Mana buni qaytadan o'ynab ko'ramiz. Endi ham yutqizib qo'ysak, demak bu bizning aybimiz emas. O'yinda xatosi bo'ladi. Grafik yaxshilandi, mana oshib ketyapmiz. Mana bitta grafik, mana o'sha orqada qolib ketdi bu. Shunday kuchaytirsanglar, oshib ketaverasizlar. Bo'lmadi. O'sha hop, mana joyi pas sovg'alar bor. Shu ikkaniga sari berib ketaveradi. Bu kilolar sovg'ani oldi. Mana bepullari bor, yetik premium paslari bor. Premium paslar hozircha kerak emas, qimmat ekan. Mana bu bepul mashinalardan olsanglar bo'ladi. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta bepul mashina ham berar ekan. Premium pas sotib olaman desanglar, agar 3599, 3600 desa ekan. 5 ta sohasi ochilgan bo'lishini xohlasangiz esa 3999 destaga sotib olasizlar. Xullas, shunaqa gaplar, eventda o'tolar, musobaqalarga kirsanglar, mana bu top o'yinchilarni ko'rsatadi. Top o'yinchilarga sovg'alar ham bor. Hozir bu yerda men ham bor edim, adashmasam tushib ketmagan bo'lsam. Sanjarbek Ibrohimov. Bizni yaqinda boshladim. 40-o'rinda turibman. Sovg'alar bor. 1-o'rin, 10-o'ringacha Bentley, 11dan 20-o'ringacha Aston Martin, 21dan 30-o'ringacha Aston Martin Vantage, 31dan 50-o'ringacha esa Tesla. Xo'p, bitta bu mashinalar abadiyga berilishi mumkin, sotib bo'lmasligi mumkin. O'shani ham eslatib o'taman. Qaroqchi qisqacha event obzor shundan iborat edi. Hammaga omad. Sog' bo'linglar, like bosib qo'yinglar jigarlar. Video hech qanaqa montajlarsiz, prosta mikrofon zapsda olinib YouTube'ga joylanadi.